uchta bir nima ish qilar ekan kelaveramiz. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Hamma? Tushasizmi? Tushaman. Keling cho'kib qo'yaman. Assalomu alaykum salom. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Nima ish qilishimni aytsam kulasiz. Ishonmaysiz chunki pirojka qilaman. Hazırlashyapsiz. Somsa qilaman, rostdan. Pirojka somsa qilib mana shu mashinani oldingizmi? Mana ko'rib turibsiz. O'zi taniydiganlar bilsa tanishadi o'zi. Taniydiganlar bo'lsa yozib ketinglar, to'g'risini aytyaptilarmi? Hoyman lekin, mana ko'rdinglarmi, somsa pirojka pishirib, bunaqa mashina olsa bo'lar ekan. Qatlisiz? Vodiydanman Namangan. Namanganda. Yashash uchun qaysi viloyatni tanlagan bo'lardingiz? Menimcha hammani o'zini tug'ilib o'sgan joyi bo'lsa kerak. Shu Namangan tanlayman. O'zimni qishlog'imni tanlayman. Shunaqa. Baxt nimada? Men shu ota-onaga xizmat qilishda bo'lsa kerak asosan. Lukiz ham zo'r ekan, brendlardan ham kiyib turasiz. Har xil libojdan kiyinib ketaveramiz. Bozordan ham? Bozordan ham kiyinaveramiz. Tanlamayman deb. Tanlay- Mat baho nima oldingiz masalan ustingizga? Soat oldingizmi? Ili Shu soatimni olganman, soatim oldim. oxirgi marta kimga rahmat dedingiz? Otamga rahmat aytaman, hamda ota-onamga rahmat aytaman. Shu ishlarga hammasiga ular hissasi katta-da. Rahmat, sog' bo'ling.